Mana hozir biza Avalon, Artel invertorlarimizni platalari bo'yicha yuzaga keladigan muammoni yechishga hal qilamiz. Bu yerda asosan konditsionerimizda chiqayotgan kodashibga agar kompressor bilan bo'lgan muammo yuzaga kelsa, bu E4, E1, F1 shu kompressorga bog'liq ashibkalar bo'lgan holatlarda agar platani alishtirish masalasi yuzaga kelganda platani tekshirib ko'rish yo'lini tushuntirib o'tamiz. Bu holatda birinchi bo'lib testerimizni diod holatiga keltiramiz. Yarim o'tkazgich ko'rinishida. Platamizni bu yerida radiatorning tagida IPM qismi bo'ladi. Bu IPM qismi agar bu qizib ketgan holatlarda o'zini o'zi zashita qiladi. Shuning uchun servis ustalarimizdan iltimos qilamiz, avvalambor tekshirib ko'ringlar. Sababi bu qizib ketib zashita qilganda plata kuygan degan muammo yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bu narsalarni yechib o'tirmaysizlar. Eng sodda usuli mana bu kompressorga ulanadigan simini chiqariladi va buni diodga qo'ygan holatda shuppi ichiga tiqiladi. Agar bu to'lib borib oxirida 0 bo'lsa, bu yaxshi. Keyin boshqa teshikka tiqiladi. Bu yerda 0 ko'rsatsa, bu ham yaxshi. Ikkinchisiga tiqib ko'ramiz. Bu ham yaxshi. Bu ham yaxshi. Agar yomon bo'lgan holatlarda mana bunday sonni ko'rishimiz mumkin. 500, 800 har xil shu atrofda son ko'rsatib, bu son hech qanday o'zgarishsiz qotib turaversa, bu yomon. Bu holatlarda shu o'zimizga qaytarib jo'natib olsangiz bo'ladi. Agar bu holat yuzaga kelmasa, demak muammo kompressor bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar bu son ko'rsatmasdan turib bir platani uzgan holatda tarmoqdan uzib qo'yiladi, toklarini ajratib qo'yiladi va bir yarim soatlar ichida yana platani qayta ishga tushirgan holatda bu plata ishlab ketishi mumkin. Bu plata agar ishlab ketmasa, keyin almashtirish kerak. Bu bizda IPM bo'yicha video urug'imizda bu IPMni kuygani, kuymaganini bilishimiz mumkin bu orqali.